Hozirgi kunda oylik daromadimiz 10 million, 15 million atrofida. Men tunuka sozlik boshlaganimga 9 yil bo'ldi. Hozirgi kunda tunukani orqasidan bok, paqir, unvonli, turba, shunga o'xshash narsalar ishlab chiqaramiz. Men shu paqirni yasab donasiga 2000 so'm, 2100 so'm pul olaman. Hozirgi kunda oylik daromadimiz 10 million, 15 million atrofida. Chetga eksport qilinadi. O'zimizdan ham Marg'ilon, Samarqand, Xorazm shunaqa joylardan ham olib ketishadi. Biray bo'lib, biror nima bo'layotgan bo'lsa, uni pechatiga qarab o'zini mahsulotini tanib olishadi. Paqirni agar boshqasiniki bo'layotgan bo'lsa, u meni mahsulotim emas, bu boshqani mahsuloti deb qaytarib yuborishadi. Alohida uni harflari bo'ladi. Mana shu pechatda olib kelinadi. Agar bizni mahsulotda faqat shunaqa pechat bo'ladi. Bizni mahsulotligini bildirib turadi. Agar bizni pechatdan bo'lmasa, bu mahsulotni qaytarib yuboriladi. Chizib qiyilishi, sifatiga qaralmasa, u paqir biray bo'lib qolishi mumkin. Chizib qiyilishida e'tiborliroq bo'lish kerak. Bu jicha e'tiborsiz bo'lib chizib qolib ketsa, u paqir shtabga tushmay qolishi mumkin. Chekkasida bo'rt chiqib qoladi u. Chiqib qolganning hisobiga tayli yaxshi yopilmaydi. Tirnog'i chiqib qolsa ham suv qo'yib yuboradi. Chunki u bir-biriga kiyishmaydi. Agar biray bo'lgan tomoni urilganda tekis holatda bo'lib ketadi.